Asror aka, farzandi uchun qanaqa shkaf olish bilmayotgan klientlarga qaysi modelni tavsiya qilasiz? Shu savolni berishingni bilardim. Men o'zimga yoqadigan har bitta mijozimizga bemalol sotib oladigan zo'r shkaf tayyorlab qo'yganman. Yur ko'ramiz. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan shkafimiz high-tech modelli mana shu shkaf bo'ladi. Razmeriga keladigan bo'lsak, 1.90 ga 80, oldi qismi polniy MDF dan ishlab chiqarilgan, kraskalar sifatli kraskalar ishlatilgan. Ruchkalariga ahamiyat berasizlar, tilla ruchkali alyuminiy profilli. Bu ko'p qavatli uylarga ham, xonadonlarga ham bemalol tushib ketaveradi. Ichiga ham bitta ko'ringlar. Ichida ham ikkitadan vishilkasi bor, to'rttadan polkasi bor, ikki tey tarafida kattagina tortmasi bor. Eshuklari kauchukli bo'ladi. Bu shkafni men sizlarga nimaga tavsiya qilaman? Bu shkafni dizayni hozirgi zamonga to'liq javob beradi. Narxi sizlar o'ylagandan ancha arzon. Shkafimizning narxi keladigan bo'lsak, skidkada atiga 1,5 million so'm qilib qo'yganmiz. Agar rangi sizga ma'qul kelmasa, 3 xil rangda bor: qaymoq, oq va seriy ranglarda bor. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Agar sifatini ko'raman desanglar, do'konga ham kelib, bemalol sifatini tekshirib olsanglar bo'ladi.